Do'stlar, sizlar uchun skidkalarimiz davom etadi. Bugungi video obzorimizda 17 Pro Max Premium versiyasi bo'ladi. Narx atiga 2 million so'm rasprodaja qo'ydik. Orange rangi bor, silver rangi bor. Buni ko'rinishi ko'ringlar. Один к одному bo'ladi. Umuman farq qilmaydi. Ko'rgan odam 1,5 million dollar telefon sotib olgan bo'ladi. Xudo xolasa adapter ham, chexol ham sizga bonus sifatida hadya qo'shib beraman. Yo, men Max ishlatmayman, men ingichka telefon ishlataman desanglar, Air sizga olib kelib qo'ydim. Masli bo'ladi. Xohlasanglar qora rangi, xohlasanglar oppoq rangi bo'ladi. Buni qani ingichkasi hamma joy один к одному bo'ladi. Ishlashi ham juda ham plavniy bo'ladi. Facebook, YouTube hamma narsa xudo xolasa ishlaydi. Ikkita sim kartali bo'ladi. Sim plus sim emailga o'tgan. Bonus sifatida xudo xolasa siz uchun mana adapterni olib kelib qo'ydim. Bemalol xudo xolasa chexol bilan adapter bilan olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar oq rangi, xohlasanglar qora rangi, xohlagani xudo xolasa rangi siz uchun men berishga tayyorman akalar. 2 million so'm xohlasangiz Air, xohlasanglar Max. Shahar ichida siz uchun dastavka bepul qilib qo'ydim. Shaxsiy sizga shu telefon qo'lingizga olib borib beraman. Viloyatga bo'lsangiz bitta ishonchli pochta orqali yoki taksi orqali xudo xolasa chiqazib beramiz. Pastda xudo xolasa nomer alohida chiqsangiz ishimizni ham bitirib beramiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bosinglar.